Assalomu alaykum ekonomik ishqiboz obunachilari. Xo'p, navbatdagi pechkalarimiz o'sha aytib o'tayotganimizdek hech chiqarmas, tutamas, 7 kilo ko'mir bilan 12 soat yonadigan pechkamiz bo'ladi. Xo'p, listlari uchli bo'ladi, ichki sistemalari двойной bo'ladi, o't yonadigan joyga двойной qoplangan bo'ladi, cho'yanli bo'ladi. Xo'p, tozalaydigan narsalari bo'ladi, kuldoni bo'ladi, undan tashqari zaslonkasi bo'ladi. Xo'p, do'stlar, undan tashqari yana bitta yangilik qilib qo'yilgan gibrid katyonli pechkamiz bo'ladi. Buni ham ventilyatorlari past baland qiladigan pechkalarimiz bo'ladi. Eng zo'ri undan ham yangilik qilib qo'yilgani, bunaqa yangilik qilib qo'yilgan do'stlar. Mana ko'rib o'tsalaring bo'ladi. Ekonom pechkamiz yangiligi 3 xona 4 xona uyga bemalol yetadigan katyonli varianti bo'ladi. Buni ham bunimiz rasxoti 20 kilodan 25 kilogacha rasxot qiladi. Listlari o'sha aytib o'tganimizdek uchli bo'ladi, turba sistema bo'ladi. Tevasi ham turba sistema bo'ladi. Buni atroflarida ham suv aylanib bemalol isitadigan bo'ladi. Oldi tomonida ham suv aylanadigan bo'ladi. Kuldoni, zaslonkasi, nagar tozalaydigan narsasi bo'ladi. Xo'p, kamenli pechkamiz egalariga bunimiz uyda o'rtasiga qo'yiladigan pechka bo'ladi. Bunimizni narxi 1.800.000 so'm. Bu ham aytib o'tganimizdek kuldoni hamma yo'q bo'ladi. Nima yoqsalaring bo'ladi, o'tin ham, ko'mir ham, tezak ham yoqsalaring bo'laveradi. O'sha bunimizga ham aytib o'tganimizdek bunga ham o'tin, ko'mir hamma yoqsalaring bo'ladi. Ventilyatorlari qo'shib beriladi. Bunimizning narxi 2.100.000 so'm bo'ladi. Dastavkasi kelishilgan holda pochta orqali chiqarib beramiz. Kimga mana shunaqa pechkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Cheklanmagan miqdorda bor, aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarni qoldirdik.